Adasi, ovqatingizni suzib qo'ydim. Keling, issig'ida yeb oling. Ha, adasi, nega ovqatingizni ichmayapsiz? Onasi, ahvolimizni qara. Ahvolimizga nima qilibdi? Hamma sharoitimiz bor-ku. Kartoshka bilan sabzini o'zini quruq suvga qaynatib ichib o'tiribmiz-ku. Ichida go'sht tugul, loqal. Suyagi ham yo'q. Mana sovuq ham tushdi. Romga bitta oyna qoqib qo'yishga sharoitim yo'qligida salafan qoqib qo'yganman. Shularni hozir ko'rib turib, hamma sharoitimiz tortyapsanmi? Aytayotgan gaplaringiz to'g'ri, lekin men sharoitimizda nolimayman. Bilsangiz, men dunyodagi eng baxtli ayolman. Shu sharoitda qanaqa qilib dunyodagi eng baxtli ayol bo'lasan? Qo'ysenchi onasi, ko'nglim uchun gapirib qo'yayotganingni bilmaydi deb o'ylayapsanmi? Yo'q adasi, men ko'nglingiz uchun gapirmayapman. Baxt pul yoki boylikda emas. Er xotinini, xotini erini tushunishini, sevishini o'zi katta baxt. Eri bo'lib turib, begona erkakda ko'ngli bor ayollar yo'q deb o'ylaysizmi? Yoki xotini bo'lib turib, ko'nglida begona ayollar bor erkaklar yo'q deb o'ylaysizmi? Hozirgi ahvolimiz bu sinov. Shu sinovdan sabr bilan chiroyli o'tsak, bizani oldinda baxtli kunlarimiz kutyapti. Men sizga ishonaman adasi. Erkak kishi to'qchilik bilan, ayol kishi yo'qchilik bilan sinaladi deyshadi. Alloh menga boylik bermadi deb men ahmoq siqilib yuribman. Aslida bilsam, meni eng katta boyligim sen ekansan. Agar sen yonimda bo'lsang, har qanaqa sinovga tayyorman onasi, tayyorman. Shunaqa qilib, baxt sevgida degan siz nima deb o'ylaysiz? Baxt sevgidami yoki pulda?